Orqaga qayt, to'xta. Esingni yedingmi? Bo'ldi qil. Qandaydir muammo bo'lsa, hal qilamiz. Bu dahshatli tush. Nihoyat tugashi mumkin. Shunday tarzda o'lish bu menga umuman to'g'ri kelmaydi. Hoy, yosh yigit, menga javob ber. Sen kupet shokoladini yeganmisan? Kupet shokoladi, birinchi qism. Mana Usmon Janxo'yi. Bu yil 17 yoshga to'laman. Oddiy o'rta maktab o'quvchisiman. Mani maktab hayotim oddiy. Birmuncha zerikarli. Stipendiyaga qarab qo'yganman. Umuman olganda bu yomon emas. Menga bu hayot tarzi yoqadi. Tinchgina hayot. Hech kim meni sezmaydi. Tinchlik va erkinlik. Agar shunday abadiy yashasam, bu yetarli bo'ladi. Talabalar, iltimos kitoblaringizni olib chiqaring. Bu axir Xiyazi tong nega o'z sinfimizga keldi? Uni ko'priklarini qara, orqasi ham juda ham yarashib turibdi. Tushunmadim. Bu qiz men uchun keldimi? Bir soniya. Bu jirkanch ifoda nima uchun? Haligi bilasizmi, Jiaxoyi? Sizdan farzand kutyapman. Nima? Esa shundoq qizjalka. Zapanni videoga. Jiaxoyi, buni tushuntirib ber. Voy yaramas itvachcha. Voy yaramas, u qizni men ko'raman deb yurdim. Xo'y. Bu bizni chaqalog'imiz. Allaqachon 3 oylik. Buni his qilasizmi? Go'yoki bu rostdan bo'lgandek gapirma. Men seni tanimayman. Men seni kimligingni ham bilmayman. Jiaxoyi. Sen uni teshib qo'yib nima, inkor qilasanmi? Yashashdan charchadingmi deyman. Tezroq qilgan ishlaringni tan ol. Keling yigitlar, iltimos tushuntirib beraman. Qo'y, tushuntirish kerak emas. Men va bola sizga ishonamiz. Bu tushuntirib bo'lmaydigan sabab. Yaxshi, bo'tdan ketib, boshqa joyda gaplashamiz.
Tentak. Kim meni so'kotdi? Uni topinglar. Hoy eshak qattasan. Butalar orasini qidiring. Va nihoyat qutuldim. Ular meni topolmaydi. Hoy. Hozirgina chaqalog'imiz menga aytdi. Meni oyog'im qisqa, men unchalik yugura olmayman. Iltimos, bema'ni gaplarni gapirishni bas qilinglar. Barcha talabalar diqqatiga. Biz bir talabani topishga harakat qilyapmiz. Ismi Jian Hoi. Iltimos, ko'rsanglar xodimlarga xabar bering. Bu yomon. Tarqalishimiz kerak. Siz borib, meni tomda kuting. Men o'sha yerda bo'laman. Men uni topdim. To'xta! U qiz meniki bo'lish kerak edi. U yugurganda ham ajoyib ko'rinadi. To'xta, yugurishni bas qil. Uni ushlanglar. Qo'llar tezroq. Ular meni qo'shni to'xtatmayapti. Nihoyat tozalash tugadi. Jian Hoi. Shvabirani qiro qildingmi? Mayli, farqi yo'q. Voy, o'g'ridi. Bu sizlarga jazo. Mana shunga majbur qildinglar. Xonimlar, sizlar kimsizlar? Jian Hoi, buni bizga tushuntirib ber. Buni ma'nosi nima? Tang Xuan, biz hatto tanishmasmiz. Nima deyapsan? Sen juda ham yomonsan. Qanchalik azob chekayotganligimni bilmayapsan. Sen ahmoqsan. Biz birga bo'lganimizda siz meni Xiaohuan deb chaqirardingiz. Endi biz tanishmasmiz deysizmi? Nima? Oldin bu haqida bizga aytmagandingiz. Sen bizni opamizni yiqilatding. Yashashdan charchadingmi deyman. Bu bizning oilaviy ishimiz. Xalaqit bermanglar. Qani kel. Yana bir bor so'rayman. Menga haqiqatni aytsangiz yaxshi bo'ladi. U qiz bilan qanday munosabatdasan? Yoki yana... Yo'q, nima qilasiz? Men rostdan ham uni tanimayman. Nima bo'ldi? Menimcha tush ko'ryapman. Yo'q, xudoyim. Hoi. Sen kimsan endi? Hoi, men bilan uyga qayt. Xo'ng va men sizni juda sog'indi. To'xta, Xiaohuan va Xiaoming. La'natli xoin, qanday jur'at etding? Ikki qizingni ham unutdingmi? Sen yaramas qanday qilib uchalamizga bundoq qilding? Lin Yuan, Haoiga faqat men bundoq qila olaman. Tezroq botdan ket. Nima, faqat sen? Yer yaratilgandan beri u faqat men uchun yaratilgan. Nima deding? Bu imkoniyat. Qochib qolamiz. Jian Hoi qochib ketdi. Uni topinglar. Qattasan. Jian Hoi shu yerda. To'xta. Unga yetib olishimiz kerak. Hoi, siz keldingiz. Hoi. Hoi. Bu qizlar. Jian Hoi, hozirroq buni bizga tushuntirib ber. Ha, tushuntirib bering. Sen yaramas bizga xiyonat qilib, boshqa qizlar bilan yuribsanmi? Voy, rostdan ham. Ular kimligini men bilmayman. Agar to'xtamasanglar, men botdan sakrayman. Aybsizligimni isbotlash uchun. Hoi. Haroma, kim dalda olsin? Uni ushlanglar, ko'tiga cho'p tiqamiz.
Voy, turtmasanchi, bo'la qol, qani ushla. Bu dahshatli tush. Va nihoyat tugashi mumkin. Shunday tarzda o'lish bu men uchun umuman to'g'ri kelmaydi. Bu vaqt to'xtadi. Bu endi juda ham yaxshi. Men bolalar yo'lda seni ushlab olishadi deb o'ylagandim. Sen bilan o'ynashga umuman vaqtim yo'q. Qani bo'la qol, ayt, kubit shokoladini sen yedingmi? Kubit shokoladimi? Kecha tomda bir shirinlik ko'rgandim. Kimdir turt qo'yganmi? Qanday isrofgarchilik? Kubit shokoladi odamni sevib qolishiga sababchi bo'ladi. Agar siz uni boshqa qizlar bilan yegan bo'lsangiz, u qizlar sizga kompot bo'lib qoladi. To'xta, bu nima degani? Seks? Oyyo! Ushbu anime Jasper buyurtmasiga asosan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar niskati, ovoz beruvchi va tayinlovchi mukallaf. Keyingi qismda ko'rishguncha